Yaxshi sizlar to'g'rilar. Men qat'iy to'xtalg'im yo'q bir temada to'xtalishga majbur bo'ldim, chunki bu temada rostga qilsam so'z ochqim yo'qdi. Chunki men bir ma'lum bir tipdagi insonlarni o'zimga dushman qilib bilish ehtimolligim intayin yuqori, lekin men majburlandim. Chunki bir adimiz monsashan qilib turmishda, mening shu o'g'lim bor edi. Cho'ng 14 kirgan o'g'illarnikida. Deydi bu 14 kirgan o'g'lim yaqindan yaqin shu Simeniyani bekchiqchilik bo'lib qoldi deydi. Ancha-muncha bir 100 maylan ag'a o'xshaydi. Shu u bir nida aynak uzoqroq qarardi uka. Qo'rqib ketib qolma. Shu palvonligi palvon, lekin nozikroq palvon bo'lib qilishda ansirayman uka. Deb men buni qanday qilsam oldini ola olmayman deb. Hadiz bizda endi bu adimiz men qaytdim, shu videoga javob bo'lsin. O'zimni cho'qib ko'rdim shuni. Bu pish bo'lgan nozik palvonlar bilan ishim yo'q. Ular men hech qanday bir yig'izga qilmayman. Men faqat va faqat shu adimizning balasining bo'lgan ansirashkalar o'zimning ko'z qarshimda so'zlamoqchi. Nozik palvonlar o'zini bazasib bo'lgan qattiq yashab ketib qolganlar mening gaplarimni anglamasa bo'ladi. Menim yomon ko'manglar. Adamga deydigan gapim borda. Ko'pincha mushadimizga o'xshaydigan ota-onalar ko'pincha hamda farzandlariniki birinchidan hayotligini biladi faqat. Maktab berib kiyotganini biladi. Uch vaqt tomoqni yeyotganini biladi. Kiyim-kechakni chiroyli kiyotganini biladi. Xolos. Topshiriqni yaxshilayotganini biladi. Ammo hozir 10 yoshdan yuqorisining hammasining qo'l birdan telefon bor. To'g'ri xatomi? Bu hammasi telefon bor, hammasinikida mushpingtay bor. To'g'ridir? Bu bola shu pingtayni nima ko'ryapti? Qanday shaxslarga qiziqyapti? Qanday mazmunlarga yurak beryapti? Ota-onalar xavfsizlikdan xabaringlar bormi, yo'qmi? Bor bo'lishi mumkin ba'zi bir ota-onalarning, lekin ko'pincha ota-onalarning xabari yo'q. Ashuni uqish kerak. Tinglab deb bir gap bor bizda. Tinglab turish kerak-da. Bu nimaga qiziqyapti zodi? Bu narsa meningki o'zimning ko'z qarashimda menchi bo'lsa, bilmayman to'g'rimi xatomi, xato bo'lsa ham tuzatsanlar bo'ladi. Meningcha bo'lsa bu narsa boshlanishda hayron qilib turib boshlandi ekan-ku bu. Boshda hayron qoldi ekan kichik bola. Keyin vaqt o'zargan sari buni ko'ravergandikin, har xil yanglashda nozik palvonlarning qilmishlarini ko'ravergandikin, boshda hayron qilib turib asta-asta o'tgandikin, chunki bularning mutlaqo qo'llaydiganlar emas, mana asli xatlarni o'qiydilar, kichik bolalar degan ijdi biladi, xat deganni o'qib. Asli xatlarni o'qisa, gangala qandaq, voy, bak o'maqkansiz, voy sizni bek yaxshi ko'raman, andalin gang maqtagan xatlar olgankin bularni. Asli bundaq inson bo'lsa-mu, xalq yaxshi ko'rdi degan bir hukm paydo bo'ldi-da bolalarning minasida. Shuni asta-asta bularga hayron qilishdan qiziqishib o'tadi. Yana vaqtning o'zirishi bilan shu adam bo'g'iz keladi shuni. Avi eg'ir bosqichdayimizda. Lekin yosh bir yoki cho'ng bir baga vaqtida u ota-ona, patana, jamiyat eshitmay o'ylamaydi. Nozik palvon degan kinishkisini ko'tarib chiqibdi bozorga. U vaqtida kichikkan bo'lamiz. Shunga chiqamish pishmagan vaqtidan tortib tinglab turib, agar shu ish bayqasak o'tag'izib qo'yib, shu yerda tarbiya qilsa hududda o'g'lim anda qilmoqlar. Men shunda o'g'il deb topdim. To'g'ri xatomi? O'g'ilni yurish kerak. Davlatimizning shu gap teglik. To'g'ri xatomi? Narin yo narin deyamiz deydi. To'g'ri xatomi? Davlatimiz qo'llamaydi unda bir erkakningki xotin-kishi tekshirishini. Shuning uchun farzandlarningki qiziqishini tinglab boqaylik ota-onalar. Hammasizlarga ish ketganligim emas, hamdalik ajabma deb ketmanglar. Men o'zimning ko'z qarashimda aytaman. Farzandlarningki qiziqishini tinglab turish kerak. Nemishqa anda bo'lib qolmaslik uchun-da. Agar ansirsanlar, adamga degan javobim shu. Endi yana bir muhim gapni deb qo'ymasam bo'lmaydi. Ashunda nozik palvonlarni qo'llayotgan bir turkum, hammasi emas-ku, bir turkum qizlar bor. To'g'rimi? Bularni shu kim qo'llab ketib qoldi? Qizlar. To'g'rimi? Bir-biridan chiroyli qizlar, ashlar degan
yurak berip, bunu qilib, hatta ba'zi pul xarjlab qo'llarida. Esinglarda bo'lsin, ashularni qo'llayotgan qizlar, esinglar chim tutinglar. Atogin sizlar ana bo'lsizlar. O'g'linglar naq shu holatda oldinglarga 100% keladi. Agar shu vaqtida o'g'linglar yopkidan birini kiyib, chashni uzun qo'yib, ko'xon sukab, girimni qatirib kirib, oldinglar xirttanishib kirgan vaqtida qabul qila olmaydi desanglar, jish. Davomli qo'llang. Esinglar chim tutinglar. O'g'linglar ashlarni qo'llayotganlar, ashlarni yaxshi ko'rayotganlar. O'g'linglar kelgusida o'g'linglar bo'ladi, sizlar ham ana bo'lasizlar-ku. 100% yopkini kiyib, girimni qilib oldinglar paydo bo'ladi. Ashuni qabul qila olsanglar, jish qo'llayvering. Agar qabul qilishammisan, hozir to'xtash. Hozir to'xtash. Rahmat. 快手，拥抱每一种生活。